Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana zo'r mashina kelib qoldi, pul topar mashina. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana o'zimiz Shuhrat akamniki. Hop, aka mashina nechinchi yil? 87-yil. 87-yil. Mana balonlarni ham yangi qilib zo'rlab qo'yibdilar. Mana to'rttala balonlargacha yangi qilib kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, minish uchun mashina soz holatda. Hop, buni puli nech pul deyamiz? Buni bahosi 15 million deyamiz. 15 million deyilyapti. Bezrevot hamma yoqda joyida. Mana hamma joyini soz holatda qilib kelibdilar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Shuhrat akam bilan shunda aloqaga chiqsanglar. Hop, telefon raqamingiz nechi edi? 93lik 93lik 048 048 43 69. 43 69 raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar, mana mana shu akadan bemalol mashinani kelishilgan holda. Hop, pulini qanaqa dedingiz? Puli nech pul? Puli nech pul edi? 15 million. Pulini mana 15 million deyilyapti. Kelishiladigan joyi bor. Kelishilaveradimi yana? Mana tex pasportimi? Mana tex pasportlargacha bor, hamma yo'q joyida. Mana xohlasanglar generalni berishar ekan, xohlasanglar mana oformleniya ham kelishilaverar ekan. Mana aka bilan aloqaga chiqib, mashina Namangan tumani Xo'jaqishloqda turibdi. Kelaverasizlar bemalol aloqaga chiqib, mana telefon raqamlarini ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ldi. Mana ichidagi holatlarni ko'rib turibsizlar, mana ichlarini. Chexollarni zo'rlab qo'yibdilar, mana ichlari zo'r, hamma joyda maza qilib o'tirgani. Radiolargacha bor ekan mana. Kelaverasizlar, aloqaga chiqib, mana shu mashina kimga kerak bo'lsa, Shuhrat akam o'zlariga aloqaga chiqib olaverasizlar. Narxni arzon qilib berar ekanlar. Kelishilar ekan yana. 15 million deyaptilar, 15 milliondan o'tib ham berar ekanlar. Narx sanaydigan odam bilan kelishaverar ekanlar.